Hammaga salom do'stlar. Ushbu avtomobilimizni O'zbekistondagi bitta akamiz o'ziga zakaz qildirganda, mana mashinani tayyor qilib, hozir video otib qilib o'ziga tashlab berdim. Endi sizlarga ham bitta ko'rsatib o'tay dedim. Do'stlar, bu avtomobilimizni sizlar ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Toyota deysizmi? Toyotadan tashqari boshqa любой mashina, qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan bemalol любойdan zakaz qilsanglar bo'ladi. 20 kun yoki 25 kun agar mashina Xargosda bo'lsa, yokida Xargosda emas, zavodda bo'ladigan bo'lsa, 30-35-40 kungacha vaqt ketadi zakaz qilib mashina O'zbekistonga yetib kelib qo'lingizga kelgunicha. Agar kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hammasi ishonchli, hammasi do'g'rilar asosida bo'ladi. Boshlang'ich 30% to'lanadi, mashina Xargosga kelgandan keyin qolgan summasi to'lanadi. O'zbekistonga tamoshnaga kelib tushgandan keyin rastamoshkaning summasini to'lab, mashina rastamoshka qilib, bemalol olib chiqib haydasanglar bo'ladi. Kimga bunaqa mashinalar kerak bo'lsa yoki bundan boshqalari kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Tez va ishonchli tarzda mashinani sizga yetkazib beramiz.